Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünlərni qızğın qarşı alamiz. Diqqətinizlər təfsili məzmunlarında bolsun. 2022 yılı 23 yanvar yakshanba kuni Turkiyadagi Uyg'urlar Turkiya Olimpik komiteti binosining atrofida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblash bilan bir vaqtda xalqarodagi davlatlarni Beijing 2022 yillik qishliq olimpik tantaribiya musobaqasini boykot qilishga, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun amaliy harakat qo'llanishga chaqiriq qildi. Beijingda o'tkaziladigan olimpik tantaribiya yig'ini 4 fevralda boshlangan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va boshqa kishilik huquq dafsanchiligi tufaylidan Amerika, Angliya, Kanada, Avstraliya, Yaponiya va Daniya qatorliq davlatlar tarafidan diplomatik boykot qilindi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi Xitoy 1949 yili Sharq Turkistonni qonunsiz egallab olgandan keyin boshlangan bo'lib, irqiy qirg'inchilikni to'xtatishning birdan-bir yo'li Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan iborat. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Turkiya Tashqi ishlar ministrligini dunyodagi barliq musulmon davlatlarning olimpik tantaribiya musobaqasini boykot qilishiga, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishiga rahbarlik qilishni talab qildi. Sharq Turkiston Surgundi Hökuməti tərəfindən yo'lga qo'yilgan Mustaqillik yo'lida izlanish nomli naq maydon to'r suhbat programmasining tunji soni 2022 yili 1-oyning 25 kuni seshanba xalqimiz bilan yuz ko'rishidi. Bu programmada hozirgi vaziyatimizda ko'rilayotgan mustaqillik yo'limizdagi chigish masalalarini izohlash va xalqimiz so'ragan savollarga javob berish uchun vatan sirtidagi mustaqillik kurashida izchil xizmat qilib kelayotgan har soatdagi kishilarimizni o'zining mustaqillik yo'lida izlangan bilimlarini xalqimiz bilan yuz ko'rishtirishga tirishamiz. Shu vajdan tunji sonimizga mustaqillik irodasida tavranmay haqiqiy ching turib kelgan Sharq Turkiston Surgundi Hökumətining Cumhur Raisi G'ulom Osmon apandini ekranga taklif qildik. Bu qitimqi suhbatimiz oldi bilan mustaqillik degan bu iboraga izohat berishdan boshlanib, mustaqilligimizga oid savol-javoblar bilan xalqimizga taqdim qilindi. Aziz xalqimizning bu fursatni qo'ldan bermasligini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Suhbat vaqti 45 minutdan 1 soat atrofida kontrol qilinganligi uchun telefon orqali savol qabul qilishni hozircha yo'lga qo'ymadik. Shunga savol so'ramoqchi bo'lgan qarindoshlarimizning musha e'lon ostiga va ya sahifamizga uchur yo'llash orqali yoki naq maydonda inkos yozish orqali so'rashini umid qilamiz. Agar programma jarayonida vaqt yetmaslik va ya suhbat temasiga uyg'un kelmaslik qatorli har xil sabablar tufaylidan so'ragan savollar javobsiz qolsa, programma yetaklash guruhimiz bilan tushgan savollarni ratlab maxsus programma qilishga tirishamiz. Oxirida hammanglarning programmamizga yaqindan yordamda bo'lishinglarni, har qanday savol bo'lsa bizga yetkazishinglarni, texnika va yoki boshqa jihatdagi yetarsizliklarimizni tuzatishimiz uchun qimmatli fikrlaringlarni aymasliginglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Amerika Tayvanga yangi kurashchi aeroplanlarning yetkazilishini tezlatdi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitoyning Taypeyga qaratgan tahdidlarga taqobil turish, Tayvanning havo mudofaasini kuchaytirish uchun Amerika Tayvanga yangi nasl F-16 kurashchi aeroplanlarini yetkazishni tezlatishni qaror qildi. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan amaldorlarning aytishicha, Lockheed Martin tarafidan ishlab chiqarilgan 2026 yili yetkazilishi planlangan yangi iqtidorga ega Block 70 F-16 ning tez suratda yetkazilishiga aloqador chora topilmagan. Tayvan hukumati amaldorlari Bayden hukumatiga tezdan yetkazib berishni talab qilmoqda. Tayvan 2019 yildagi 8 milliard dollarlik bir kelishimnoma bo'yicha 66 dona yangi yasalgan F-16C/D Block 70 aeroplanini qabul qilganda, Osiyodagi eng chong F-16 kurashchi aeroplanini ishga kirishtirish yo'lida ilgirlagan davlatga aylangan. 2026 yilga kelganda barliq F-16 kurashchi aeroplanlarning sonining 200 dan oshadiganligi mo'ljallanmoqda. Mutaxassislarning mo'ljallashicha, Tayvanga kurashchi aeroplanlarning tez yetkazilishining Bayden hukumatining qaroriga bog'liq bo'lishi Tayvanning mudofaasining Amerikaning ittifoqdoshlaridan ziyoda Amerikaga ehtiyojli ekanligini tushuntirdi ekan. Tayvan bilan rasmiy diplomatik munosabatda bo'lmagan Amerika Tayvanning eng chong qo'llovchisi va qurol setib beruvchi davlat bo'lib, bu Tayvanni o'zining bir qismi deydigan Xitoyni g'azablantirdi. Tayvan havo armiyasi 2020 yili 905 million dollar mablag' sarf qilib, Xitoy aeroplan bilan 2972 qatim tirkishgan.
İnsonga iymondan keyin lozim bo'ladigan hurvatandir. Vatan amonatdir. Vatanni tajovuzchidan qo'g'dash, qutqizish zarur bo'lgan farzdir. Vatan olgan nafasdir. Vatanparvarlik g'ururning yuksak pallasidir. Vatanparvarlik durustlik demakdir. Vatanparvarlik dushmanning oldida shirdak hurkurmak demakdir. Vatanparvarlik dunyo maishatlaridan voz kechish demakdir. Vatanparvarlik kollektiv manfaatini shaxsiy manfaatdan ustun ko'rish demakdir. Vatanparvarlik durustlik demakdir. Vatanparvarlik Allohga dal tavakkul qilish demakdir. Vatanparvarlik o'limga yugurish demakdir. Vatanparvarlik iymonning kuchini ko'rsatish demakdir. Vatanparvarlik yuraklik bo'lish demakdir. Vatanparvarlik ro'yi eng oliyjanob ruhdir. Vatanparvarlik eng bo'lmagan millat xo'rliqqa, savolliqqa mahkum millatdir. İzzat obro'yini qo'g'dab yashash uchun yo mustaqillik, yo o'lim. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni kökünəңlər üçün köp rəhmət. Gələr qıtımqı proqramımız görüşkəcə Allah'a amanət bolğaysızlar.